Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz autizm sindromli bolalarda verbal va noverbal muloqotdagi farqlar va muammolar. Mavzuyimiz uchun maxsus rejalar, autizm sindromli bolalar haqida tushunchalar, autizm sindromli bolalarning belgilari, autizm sindromli bolalardagi muloqot ko'nikmalari hamda autizm sindromli bolalarda verbal va noverbal muloqot va muammolari. O'zi autizm sindromli bolalar autizm spektr buzilishi qanday kasallik yoki tashxis? Bu nevrorivojlanish buzilishi hisoblanib, ijtimoiy muloqot qiyinlashadi. Bunday bolalarda xulq-atvor stereotipik bo'ladi, nutq va kommunikatsiya rivoji o'ziga xos kechadi. Autizm spektri deyiladi, chunki bu turli xil darajalarda namoyon bo'ladi. Autizm sindromining kelib chiqishi. Autizm sindromli bolalarda keltirib chiqaruvchi sabablar bor. Bunda birinchi bo'lib genetik omillar, miya faoliyatidagi o'zgarishlar, perinatal, ya'ni homiladorlik davridagi omillar. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bu ota-onaning tarbiyasiga bog'liq emas. Ya'ni bu oilaviy muhitga emas, balki genetik oqibatlarga, perinatal davrdagi omillarga bog'liq kasallik hisoblanadi. Autizm spektr buzilishining asosiy xususiyatlari. Autistik bola 3 sohada o'zini namoyon qiladi, ya'ni ijtimoiy soha buzilishi, nutq va kommunikatsiyada qiyinchiliklar, cheklangan va takrorlanuvchi harakatlar, ixolalik nutq, ya'ni bola o'z aurasida takroriy so'zlarni ko'proq takrorlaydigan holatlar. Autizm spektri buzilishli bolalarning belgilari mavjud. Masalan, erta bolalik davrida bolalarda ismga javob bermaslik, ko'zi bilan aloqa qilmaslik, imo-ishoralarni ishlatmaslik kabi holatlar yuzaga keladi. Bolalarning 2 yoki 3 yoshda aniqroq ko'rina boshlaydi, ya'ni ixolaliya. Atrofdagi so'zlarni takror aytishi, o'ziga xos qiziqishlarini namoyon qilishi, tartibga haddan tashqari bog'lanib qolish, masalan, bir xil turdagi narsalarga bog'lanib qolish, deylik ovqatlar, kiyim-kechaklar, barchasi shular jumlasidan. Hissiy reaksiyalarning noodatiyligi, ya'ni kulgu, yig'i kabi hissiy reaksiyalarga o'zining emotsiyasining yo'qligi. Autizm sindromli bolalarda ijtimoiy muammolar va muloqotdagi ko'nikmalar mavjud. Masalan, bolalar tengdoshlar bilan o'ynamaydi, emotsiyalarni umuman tushunmaydi, ijtimoiy qoidalarga rioya qilishda qiynaladi. Bu holat bolaning muloqot rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Autizm sindromli bolalarning muloqot ko'nikmalari bu fikr bildirish, boshqalarni tushunish, ijtimoiy aloqa o'rnatish kabi qobiliyatlarni namoyon qilmaslik. Autizm sindromli bolalarda bu ko'nikmalar juda sust rivojlanadi. Autizm sindromli bolalarda masalan, verbal va noverbal muloqotdagi qiyinchiliklar, ya'ni verbal muloqotda va noverbal muloqotda so'z yoki imo-ishoralarni ishlata olmaslik. Verbal muloqot nutq orqali fikr bildirish, so'zlash, gap tuzish, savol-javoblar bo'lsa, noverbal muloqot esa so'zsiz aloqa, imo-ishora, mimika, ko'z qarashi, tana harakatlari hamda intonatsiyalar noverbal muloqotlarning turlaridir. Autizm sindromli bolalarda verbal muloqot muammolari mavjud. Masalan, ularning nutqi turlicha rivojlanadi. Masalan, asosiy muammolarga biz nutqning kechikishi yoki umuman rivojlanmasligi, ixolaliya, eshitgan gapni takrorlashi, so'zlarning noto'g'ri kontekstda rivojlanishi, dialogni boshlash va davom ettirishda qiyinchiliklar, savolga mos javob qaytarmaslik, monologik nutq, faqat o'zi qiziqishiga oid gaplarni gapirishi. Misol uchun, bola savolga javob berish o'rniga savolni qaytaradi yoki televizordagi iboralarni takrorlaydi. Bu autizm sindromli bolalarning verbal muloqoti hisoblanadi. Autizm sindromli bolalarda noverbal muloqot, masalan, ko'pincha ko'zga qaramaydi, boshqa tomonga qarash, yuz ifodasida kamroq namoyon bo'lishi, ba'zan tushunarsiz tuyg'ular, kamroq imo-ishoralar, balki imo-ishoralarni umuman bajarmaslik, tana tilini tushunmaslik, muloqot qilish istagining yo'qligi, sezuvchanlik, ba'zan quchoqlashning ham yo'qligi. Autizm sindromli bolalarda noverbal muloqot muammolari, asosiy muammolar ko'z bilan aloqa qilmaslik yoki juda qisqa bo'lishi, imo-ishoralardan kam foydalanish, mimika, yuz ifodasi, tana tilini tushunmaslik, ijtimoiy signallarni noto'g'ri talqin qilish. Misol uchun, bola yordam so'rash o'rniga yig'laydi yoki kattani qo'lidan tortadi, lekin nima xohlayotganini ko'rsatmaydi. Verbal va noverbal muloqotdagi farqlar.
Verbal muloqot so'z, gap orqali ifoda vositasi hisoblansa, noverbal muloqotda ifoda vositasi bu imo-ishora mimika hisoblanadi. Autizm sindromli bolalardagi holatlarda, ya'ni verbal muloqot holatida nutq kechikadi yoki stereotipik namoyon bo'ladi. Noverbal holatdagi muloqotda esa imo-ishora va ko'z aloqasi juda ham sust hisoblanadi. Bunday bolalarda qiyinchiliklar gapirish va tushunishda, his-tuyg'uni anglash va ifodalashda qiyinchiliklar bo'ladi. Bolalarda verbal muloqotning natijasida ijtimoiy muloqot cheklangan, ijtimoiy signal buzilgan holatda namoyon bo'ladi. Asosiy muammolar, ya'ni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, autizm sindromli bolalarda ijtimoiy muloqot tizimi buzilgan bo'ladi. Verbal va noverbal vositalar o'rtasida uyg'unlik yo'q. Kommunikativ niyat, aloqa qilish istagi past bo'lishi mumkin. Korreksion yondashuvlarga biz qaysi qismlarni olamiz? Ya'ni verbal muloqotni rivojlantirish uchun oddiy va qisqa gaplar bilan ishlash, savol-javob mashqlari, dialogik nutqni rivojlantirish. Noverbal muloqotni rivojlantirish usullariga esa ko'z aloqasini shakllantirish, imo-ishora o'rgatish, ko'rsatish, salomlashish, mimika bilan gapirish, rasmlar, ya'ni pix kartochkalari, turli xil piktogrammalar orqali ishlash, oynali mashqlarni kiritishimiz mumkin. Biz autizm sindromli bolalar bilan kompleks ishlashga o'yin terapiyasi, ABA terapiyasi, vizual kartochkalar, pix kartochkalar bilan ishlasak, maqsadga muvofiq yondashgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi.